Qilamandir borim hayotiy xabar qatorim dam xohlaganda xayolim she'riyat yagona dorim rap bo'lgan birinchi yorim shunga uladi ijodim san'atga chanqasa holim she'riyat yagona dorim deb atalmagandir bekorning qabr reper o'zi yozar qofiya xuddi Qur'on boshqalarga she'r yozdirib nomini qilma u fol massa she'riyatga keldi taxtga o'tirdi qirol eshitgan ovoz qalam ustasiga tegishli bilvol kepcha bilan qofiya taxlashga emas mangadir malol reper o'zi yozsa san'ati bo'ladidir halol so'zli naqshda ishqon san'ati man xuddi kulol bobolarimiz asarlari manda qoldirgan lol shunga qalamim qo'lda osmonda ko'rinsa hilol zamon shoiri bochkalar qo'lda shundodir ahvol yozilgan qofiyalar kunda kunga bo'lar ilhom bag'ishlagamandir borim hayotiy xabar qatorim dam xohlaganda xayolim she'riyat yagona dorim rap bo'lgan birinchi yorim shunga uladi ijodim san'atga chanqasa holim she'riyat yagona dorim deb atalmagandir bekorning qabr reper o'zi yozar qofiya xuddi Qur'on boshqalarga she'r yozdirib nomini qilma u fol massa she'riyatga keldi taxtga o'tirdi qirol yulduz shoir basta kor model bo'lishga banka kiyimga tor trener treyler tadbir kor qilmagan kasbimdan qaysi biri bor reper bo'lmagan degan qancha gapli eshitdim buni o'zgartiramiz deb o'zim bilaman kelishdim yillab rivojlanmagan sohaga eshikdir ochdim rapga kirish uchun katta sovqatdan ham voz kechdim lekin bag'ishlagamandir borim hayotiy xabar qatorim dam xohlaganda xayolim she'riyat yagona dorim rap bo'lgan birinchi yorim shunga uladi ijodim san'atga chanqasa holim she'riyat yagona dorim